Assalomu alaykum. Kimda kim uyida mana shunaqa Intex basseyni bo'lsa shunaqami, naduvnoymi, farqi yo'q, kattasimi? Kattalar haqida gap ketyapti-da. Shu biladi, shu basseynni cho'milgisi keladi, lekin yangi suv so'ygandan keyin 3-4 kundan keyin suv buzilib, devorlari shilimshiq bo'lib, suv aynib qoladi. Uni to'kib, yuvib, qaytadan almashtirish juda ko'p mehnat talab qiladi. Ish ko'p. 1-2 marta qiladi-da, yoqmay keyin yig'ishtirib olib qo'yadi. Ana shunga mana men uyga qo'yganman. Yozni boshida suv so'yganman, hali suv almashgani yo'q. Suv tep-tiniq. Faqat oddiygina bitta filtr yasash kerak ekan, tamom. Suv kamayadi, ozgina dalivka qilaman. Filtrni qana yasaganman. Mana bunaqa katyolda sirkulyatsiya nasosini olganman. Uyda bor edi. 3-chi ko'rsa turibdi. Mana qilib montaj qilganman. Bu yoqqa ulangan. Mana bu yoqqa ulangan. Suv chiqyapti. Narigi tomondan kiradi. Mana ana bunisi oddiy 32 ga 25 perexod. Bu mana 32 ga kiradigan tomoni. Ingichka tomonidan shu yerga chotki kirar ekan. Kiradi, xamitcha bu yog'i 25 bilan ketadi. Bu sirkulyatsiya uchun turibdi. Endi filtr. Mana bunaqa konteyner olganman. Mana konteynerchi. Baraligi 7,5. Bunaqasi 16,5 ga 23,5. Past tomon teshganman. Bu tomon teshganman-da. Bir tomon ana berini. Mana bunaqa 32 lik tug bilan teshib olganman bunday qilib. O'zini komplektda bunaqa chiqadi. 3 ta bo'ladi. O'sha bittasini uchini kesganman, uchini sal ichkaridan, teparoqdan kesish kerak. Mana bu yoqqa qo'yiladi. Obod tiqib qo'yiladi o'sha yoqqa chiqib ketmasligi uchun. Mana bunaqa narsa kerak. Bu mana 25 lik mufta. Ikki tomoniga 25 lik turba paka qilingan. Bir tomoni 2 sm, bir tomoni bu yerdan boshlab mana bu yoqqacha 7,5 sm. O'sha narsani olib keyin mana bu yerda teshiladi polnisda. Xuddi bunaqa qilib teshiladi. Ustiga masketni setkadan ozgina o'rab qo'yish kerak. Mana bu mana tiqamizda. Buni qapqoq mana bunga tiralish kerak. Bu yog'i basseyn ichkaridan kirish uchun. Ichiga bo'lsa mana miyaqki yurishgan ichidan chiqadigan sintifon. Mana o'zi yuvishga oladimmi? Mana shuni joylaymiz ichiga. Mana yaxshi to'g'ri bo'lmagan. Yozni boshidan beri almashgani ham yo'q. Agar yangi suv so'lingan bo'lsa, mana bunaqa uzundan tabletga zakaz qilgandim. Shunaqa xohlasanglar tangada bo'ladigan kichkinasi bor bozorlarda. Ana shu bitta tashib qo'yiladi ichiga. Lekin обязательно xlor kerak. Buni yopiladi bunday qilib. Oboramiz, uni bunday qilib tiqib qo'yamiz. Teshikchalar pasta bo'lishi kerak. Yo'q, tepaga bo'lishi kerak. Pastdan suvni olib, через sintifon o'tkazib
Tamam. Nasos kecha kunda ishlayverdim, ovozi ham chiqmaydi, borligi ham bilinmaydi. To'kam kam tortadi. Suv tip-tiniq. Undan tashqari mana bu yoqda sachoq qilganman. Chunki skimmer yo'q. Ustiga pashsha-mashsha har xil narsalar tushadi. Tozalab turaman. Keyin bitta bunaqa pilisos. O eski pilisoslarni nasotkasi o'sha 32 lik bilan bitta ertosida tiqsa kir ekan. O'ttik bilan. Bitta bunaqa gofra. Simlar o'tkazadigan gofra. Ichida simi ham bormi? Simi bor. Bu ingichka ekan, iloji boricha 25 lik qo'yish kerak. Suvga to'ldiriladi. Suvga to'ldirib, uni pastiga cho'kinib tashib qo'yadi. Yon pastga tashib qo'ysa, o'zi suvni surib, ichini tozalaydi. Suv oq pastga tushiradi. Ichidagi mana quyuqlarni pastga tushganlarni terosi bilan. Ana shu qilib solsanglar, bir marta suv solasizlar, shu bilan faqat dalivka bo'ladi. Umuman aynamay ekan ham suv, sasimay ekan ham mazza qilib qancha o'g'lasa cho'milsa bo'lar ekan. Mana chetlari shilimshib qoladi. Bo'lmasa yo'q o'shanaqa. Mana hammasi oddiy.